Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun o'sha Tanjira bugungi bilaman ko'p yo'q video chiqarmadim, yo'q bo'lib ketdim. Bilasizlar, o'zi maktab degan muammolar bo'ladi. Xo'p, bugun sizlar bilan yangi qurayotgan qishlog'imni obzor qilaman. 13-qishloqda shunday qilyapman uylarni. Qanunda ketdik, ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, qishlog'imizning ko'rinishi shunaqaga keldi. Asli bu 13-qishloq. Mana bu fermamiz yo'q, bu yerda g'or bo'lishi kerak edi. Mana bu yerda ferma bo'lishi kerak edi, katta. Bu yerda katta uy bo'lishi kerak edi, toshli. Bu yerda o'zbekiston bo'lmashi kerak edi. Bo'ldi, bu yerda kichkina uychalar bo'ldi. Endi sizlar bilan bugun shunday ko'ramiz, lekin ichini hali bezatganim yo'q. Shaderga qaranglar, shaderda. Lekin shader unaqa zo'r bergan yo'q, lekin bulut ko'rinishini o'zgartirgan bo'ldi. Aytsa quyosh unaqa shader zo'r emas, lekin aytda albatta uyda endi sizlarga ko'rsatib chiqaman. Ichini bezatganim yo'q. Uyning nomini aytib chiqaman. Bu toshi konchi jitilli uy bo'ladi. Bu oddiy fermachi jitilli uylar bo'ladi. Bu ham, nari ham. Bu men olsam kerak endi. Yo'q, mana men olsam kerak endi. Uni o'zim bu uyda yasasalarni kerak. Oldingi videolarimda ham shu uyda o'zimga olardim, lekin bu safar buni olmasam kerak. Chunki o'zi yoqmayapti. Bitta katta do'kon. Mana shuni men qilamiz. Mana shuni olsam kerak men o'zimga. To'xtanglar, mana tomon g'alati ko'ryapti. Shuni bitirib qo'yamiz. Mana xo'sh, qani edi? Mana olamiz. Qo'yib chiqamiz. G'alati ko'ryapti, nima yerda? O qora shunaqa ko'ryapti. Shunga g'alati ko'rinmasligi uchun qo'lim qiyshiqda. Shunaqa ko'rinmasligi uchun cho'loq qilib shunday qilib chiqamiz. Keyin sizlar bilan bugun men bitta uy qurib ko'rsatib beraman. Keyin yangi seriallarimiz shu qishloqda chiqadi. Agar seriallar tez chiqsin desanglar, bu qishloqda bitirmasdan ham olaveraman. Uning uchun sizlar like bilan obunani tarsillatib bosinglar. Mana bitirib qo'ydim o'zi, lekin tepasi kerak emas. Suv to'planib qoladi desalaring, bu Minecraft-ku, qanaqa suv to'planadi? Xo'sh, endi bitta sizlar bilan uy quramiz. Qanaqa qursak ekan? Kelinglar, shu yerda sotuvchi jitillarni bozor qilamiz endi. O'zbekchasiga. Ketani o'zbekchasiga aytganda, jaydarchasiga. Xo'sh, men uchun bu kerak bo'ladi. Va bu. Biz ko'tamiz. Yana jitil olish kerak. Yo, uni olasam mana kalda olangan. Mana kallar. O'zi mutlarim bor meni, mana ko'rsatib beraman mutlarimni. Mana oldingi videolarimdagi modlar shu. Boshqa qo'shdim. Avtomat motor qo'shganim yo'q, yaxshini topa olmayapman. Agar sizlarda bo'lsa, jo'natvoringlar, qayoqdan yuklab olsa bo'ladi. Mana bu yerda ikkita mebel bo'ldi. Mebel mod. Bu yerda bo'mish modda, bo'mish hayoti degan videoni chiqarishimni xohlasalaring, like bosinglar. Xo'sh, mana boshimiz maytdan 2 ta o'tib qilamiz. Yo'q, 5 ta o'tib qilaylik. Mayli. 1 2 3 ta qilamiz. 3 ta sanaymiz. Yana 1 2 3 ta qilamiz. Yana 3 ta sanab, yana 3 ta qo'yib, yana 3 ta sanaymiz. Qo'yamiz. Endi ketaveramiz. Bittasini hozir shuni qurib ko'rsataman. Bo'ldi. Keyin videoni to'xtatamiz. Xo'sh, mana shunday qo'yamiz. Boshlanishga shunday bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Keyin bunday qilib qo'yamiz.
Xo'sh, endi bu tarafni qilamiz shunday. Va qo'yilib ketdi. Xo'sh, bunday qilamiz. Bo'ldi, bu tarafga kerak emas kepkachasi. Endi bag'ga qilamiz. Tezroq. Yangi seriallarimiz endi shu qishloqda chiqadi. O'zi YouTube'ga ancha qaytmadim, video olmadim. O'zim bir xayolim, bir kanalimni o'chirib tashlayman degan xayol keldi. Yo'q, hali obunachilarim ko'payib ketadi dedim-da. O'chirmadim, davom ettirdim. Shu bilan mana hozir video olyapman. Like bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar. Tekin-ku shu. Mayli pulli bo'lsa ham mayli edi. Tekin-ku bosinglar. Yo'q, baqa. Yo'q, mana shuni qo'yamiz. Bak, qo'lim qiyshiqda. Nima qo'ymayapti? Endi qo'yadi. Yo'q, buni qo'ymaymiz. Tepasiga qo'ysak. Ham qo'yamiz. Bo'ldi. Mana qurdek endi. Polni almashtirish kerak. Mana daraxt qo'raveramiz. Xo'sh, mana. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, qanaqasini qo'ysak ekan? Eshikcha mana shunaqasi. Yo'q. Mana shunaqasini qo'yamiz. Xo'sh, endi betga buni qo'yamiz. Bo'ldi, qo'yildi. Mana do'koncha. Yo'q, betga bunaqa emas, yarashmadi betga. Betga bag'ani qo'yib, yarimtalik bloklardan qo'yamiz bu yerga. Mana. Endi zo'r bo'ldi. Do'stlar, videoni shu joyiga to'xtatishga majbur bo'laman. Barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan bugun men Tanjir bo'ldim. Keyingi seriallarimiz shu qishloqda chiqadi. Keyingi videogacha hammaga xayr.